Assalomu alaykum hammaga. Bizda Matiz tramvor. Bunda bo'linib turgan muammo bezinda siltanish bor ekan. Xo'p, rasxod ko'p ekan, ili talchoq berib o'ta darajada egasini qiynayotgan, o'chib qolib. Bizda ikkita shipka bor. P0105 datchik absolutni davleniya. Map datchik ishlamayapti deyapti. P1630 bu низкий оборот ventilyatorda, низкий оборот deyapti. Birinchisi низкий оборот relesi yo'q. Shuning hisobidan buni och tezda. Kalt ochib turasiz. Xo'p. Qo'yildi. Xo'p, ashibkamiz o'chdi. Xudo xolasa P1630imiz o'chdi. Endigisi mapdatchiga o'tish kerak bizga. Xo'p, bu narsani raspirovka bo'yicha qidirib chiqdik. Bundan bo'lib turgan muammo 5 volt kelmagan. Xo'p, tushunarli qilib aytib ketadigan bo'lsam, birinchisi ko'ki 5 volt, o'rta yashil signal, sabzi rang, massa. Xo'p, o'lchagim buni 5 voltdan olganmiz hozir. O a'lam. Akkumulyatorni o'lchur. Umuman ko'rsatmayapti. Endi chuchora datchikdan o'lchaymiz. Chuchora datchikda 5 volt bor. Turi 96. Endi shu narsani birlashtirasan. Ashibkamiz o'chishi kerak. Mashinani o'tatib. Xudo xolasa ashibkamizni o'chadi. Xo'p. Ashibkamiz o'chdi. P0105imiz o'chdi. Bunisi hamma Matizda bor. Konditsioner deyaptimi? Xullas kalom, temperatura spariteliya, konditsioner. Xullas kalom bu narsa hamma Matizda chiqadi. Xo'p, bizga asosiylari o'chdi. Subros beramiz. Xudo xolasa muammolari hal bo'ldi. 3-4 joyga borishgan ekan. Ko'rishibdi, mapdatchiga almashtiribdi, benzin asos, hamma narsa qilishibdi. Datchik bu hokus kunim kollektor deyishyapti. Xo'p, deyapti. 43 ko'rsatyapti. O'zi aslida olganda 35 atrofi bo'ladi bu narsa. Standart chotki motordagi 35, 38, 32 har xil atrofi, nash atrofi bo'ladi. 35 atrofi tepayu pasti bo'ladi. Palazena droseli 9.4 yaxshi. Qolgan hamma joylari joy-joyida. Ventilyatorda низкий оборот ham relesi yo'qligi yangi rela qo'ydik. Ashibkasi o'chdi. Bu kabellarni olishgan ekan. Bu narsalar kerak emas. Zavodskiy holatida ishlaydi. Низкий оборот, высокий оборот. Xudo xolasa hamma yo'l bo'ldi. Egasiga ikkita variant bor. Arzoni va qimmati. Qimmati polni kabelda chachib, mana shu 5 voltni qidirib, topib joydan ulanadi. Arzon varianti yarim metr kabel bilan shuncha olib kelinadi. Sho'ra datchikda 5 voltga ulanib qo'yiladi. Xudo xolasa mashinamiz bitdi.